Assalomu alaykum hurmatli talabalar va barcha meni ko'rib turganlar. Toshkent tibbiyot akademiyasini Farg'ona filialidan tibbiy fundamental fanlar kafedrasi bugungi navbatdagi onlayn video ko'rsatuvini sizlarga sihat salomatlik tilash bilan boshlaydi. Bugungi mavzuyimiz yana o'sha nafas sistemasi. Nafas sistemasini endi pastki nafas yo'llarini boshlanish, hiqildoq, kekirtak va u yerda joylashgan ovoz apparati haqida ketadi. Bugungi mavzuyimizni nomi hiqildoq, uning tuzilishi, uning ichidagi ovoz apparati, ovozning paydo bo'lishi va ovoz paydo bo'lishida ishtirok etadigan barcha a'zolarni ko'rib chiqamiz. Birinchi navbatda yuqoridagi vazifalarni amalga oshirib uni yaxshi tushunish uchun biz hiqildoqni, nafas sistemasining yuqorigi qismlarini umumiy ko'rinishini ko'rib olishimiz kerak. Sizlarga o'zi ma'lum, mana bu yerda tepadan burun bo'shlig'i, halqum va mana bu yer hiqildoq, kekirdak bu yoqqa ketyapti. Va mana shu hiqildoqda ovoz apparati joylashgan bo'ladi. Mana bu rasmda o'shani oldingi tomondan ko'rinyapti. Qalqonsimon tog'ay, til osti suyagiga ilinib turgan, mana membranada ilinib turgan qalqonsimon tog'ay va qalqonsimon tog'ayning tagida qalqonsimon bezi, o'ng va chap taraflari, ba'zida o'rtasida piramida qismi ham bo'ladi. Uni keyin ko'rib chiqamiz. Xo'p, endi undan keyin traxeya, ya'ni kekirdak davom etadi. Sizlarga yaxshiroq tushuntirish uchun bu rasmlarni ilojini boricha o'zimiz yasab, shularni ko'rsatishga harakat qilamiz. Qiziqib qolsalaring, keyin o'zlaring ham shularni yasab, sekin-sekin yaxshiroq o'rganib olishga, chuqur bilim olishga o'zlaringga balki foydasi tegar degan maqsadda biz hozir shuni o'zi bor narsalar bilan, o'zimizdagi bor mavjud narsalar bilan mana shu hiqildoqni, ovoz baylamlarini qanday tuzilganligini sizlarga ko'rsatib berishga harakat qilaman. Uning uchun bizga avvalambor mana hiqildoqni yuqorigi qismi va o'sha hiqildoqni qalqonsimon bezi joylashgan joyi, bularni tepasida qalqonsimon tog'ay va uzuksimon tog'ay va nihoyat cho'michsimon tog'aylarni yasab olishimiz kerak bo'ladi. Endi yuqorida o'zimiz yasab olgan ayrim shakllardan mana bu rasmda ko'ringandek avvalambor hiqildoqni va uni ichidagi ovoz apparatlarini yig'ishga harakat qilamiz. Mana bu yer kekirtak, o'shani yuqorigi qismi, ya'ni qalqonsimon bez bilan o'ralgan qismini mana ko'z oldingizga keltiring. Mana bunday deb tasavvur qiling. Kekirtakning yuqorigi qismi, mana bu qalqonsimon bez, uni o'ng va chap bo'laklari va o'rtasida piramida bo'lagi bo'ladi. Buni ko'rinishi mana har tomonlama ko'rinishga harakat qilaman, ko'rsatishga. Oddiy narsalardangina bo'ladi.
Endi buni tepaga davom ettiradigan bo'lsak, o'sha kekirtakni mana tepasi davomi bu. Endi shu kekirtakning oldingi qismida qalqonsimon bezining ustida mana biz ko'rsatgan qalqonsimon tog'ayini biz yasab olgan edik, modelini, maketini. Mana bunday bo'lib qalqonsimon tog'ay o'rab turadi. Endi uning ko'rinishi mana bunday ko'rinishda bo'ladi. Qanchalar ko'rsata olyapman? Ko'rasizlar mana. Endi bizga qulay bo'lish uchun mana bu ostingi qismini olib turamiz hozircha. Mana o'sha kekirtakni qalqonsimon tog'ay bilan o'ralgan joyi, mana bu esa hiqildoq. Bu ovqat yegan paytda bunday bo'lib nafas yo'lini yopadi. Orqaga ovqat o'tib ketgandan keyin bu yana o'z holiga turib oladi. Nafas mana shu tepadan kekirtakka nafas o'pkaga o'taveradi. Yana ovqat yeyilayotganda bu klapim yana yopadi buni. Yopib yana keyin ochiladi. Xo'p, endi qalqonsimon tog'ayni ham olib turaylik. Ovoz, bizning asosiy maqsadimiz ovoz bu apparatini sizlarga tushuntirish edi. Mana qalqonsimon tog'ayni ham bir chekkaga qo'yib turamiz. Keyin umumiy ko'rinishini yana aytamiz. Endi kekirtakning ustki qismida mana bunaqa uzuksimon tog'ay bor. Mana uzuksimon tog'ay bunday bo'lib kekirtakning ustki qismini yopadi va havo mana shu uzuksimon tog'ayni ichidan o'tadi, teshigidan o'tadi. Bu uzuksimon tog'ayni ikki qismi bor. Mana bu sal qalinroq joyi bor. Buni uzuksimon tog'ayni plastinkasi deyiladi. Mana bu yerni. Mana bu yog'ini yupqaroq joyi, aylanma. Bu qalqonsimon bezni ravog'i deyiladi. Qalqonsimon uzuksimon tog'ay demak bu plastinkasi, bu ravog'i. O'rtasi teshik, bu yerdan havo bemalol kirib chiqib turishi kerak bo'ladi. Endi mana shu uzuksimon tog'ayning ustida ikkita cho'michsimon tog'ay bor. Cho'michsimon tog'ay deganda mana oq nimada ko'rinyaptimi yo'qmi sizlarga bilmayman. Mana cho'michsimon tog'ay. Shu cho'michsimon tog'ay uzuksimon tog'ayni ustida bo'g'im yuzasiga qanday bo'lib birikadi. Buni jilib ketmasligi uchun men hozir biriktirib olishga harakat qilaman. Bu ikkita bir juft tog'ay. Shunday qilib cho'michsimon tog'ayni o'ng tarafini joylashtirib oldik. Endi chap tarafini ham xuddi shu usulda joylashtirib olamiz. Mana shu cho'michsimon tog'ayni mana joylashtirib oldik. Cho'michsimon tog'ayni ikkita o'simtasi bor. Mana bu oldinga ketgan o'simtasi sal uzunroq. Buni ovoz o'simtasi deyiladi. Mana bu orqaga ketgan to'mtoqroq, kichikrog'ini buni mushak o'simtasi deyiladi. Chunki bu yerda ikki tarafga ketgan, yoyilib ketgan mushak tolalari joylashgan bo'ladi. Mana bu yerdan oldinga qarab ketgan tolalari bor. Bularni
ovoz teshigini yopuvchi muskullar deyiladi. Musculus constrictor deyiladi. Bu yoqdan ham shunaqa mana bu yerdan oldinga qarab ketgan muskul tolalarini constrictorlar deyiladi. Endi mana shu muskul o'simtasini orqaga ketgan tolalari bor. Bu yoqdan ham orqaga ketgan tolalari. Bularni dilatatorlar deyiladi, ya'ni ovoz teshigini kengaytiruvchilari deyiladi. Hop, ovoz qanday paydo bo'ladi? Uni bilish uchun yana ozgina bunga qo'shimcha qilishimiz kerak. Ovoz boylamlarini membranasi bor. Mana bu uzuksimon tog'ayga qarab ketgan membranalar yordamida mana bu teshiklar yopiq bo'ladi. Hozir men sizlarga o'shani qilib ko'rsatishga harakat qilaman. Mana endi shu cho'michsimon tog'ayni ovoz o'simtasiga membranani qo'yib joylashtirib oldik. Natijada havo o'pkaga ham, o'pkadan ham faqat mana shu ovoz boylamlarini orasidangina o'tadi. Chiqish ham, havoni kirish ham shu ovoz boylamlarini o'rtasidan. Yonlari endi membrana hosil qilgan va bu membranani burmalari bor. Mana bu yerda ko'rinib turibdi. Mana ichidan ko'rinadigan bo'linsa, mana ichini oladigan bo'lsak, ovoz burmasi skladkasi bo'ladi. Bu endi buni ichi tarafidan ko'rinishi. Hop, agar shuni oldiga tog'ayni ham qo'yib ko'radigan bo'lsak, mana endi umumiy ko'rinishi mana bu shaklda bo'ladi. Mana bu aytganimizdek qalqonsimon tog'ay. Buni tagida ichida uzuksimon tog'ay, uzuksimon tog'ayni ustida plastinkasi bilan qo'shilib bo'g'im hosil qilib turgan cho'michsimon tog'ay. Cho'michsimon tog'ayni ovoz o'simtasi, cho'michsimon tog'ayni muskul o'simtasi. Mana bu ham ovoz o'simta, bu muskul o'simtasi. Muskul o'simtalarida aytib o'tdik, oldiga ketgan tolalari bor. Bu muskullar qisqarganda ovoz boylamlari bir-biriga yaqinlashadi. Shuning uchun bularni konstriktorlar deyiladi, yopuvchilar deyiladi. Orqaga ketgan muskul tolalarini ochuvchilar deydi. Chunki bular qisqarsa, mana ko'ryapsizlar, bu qisqargan holatida ovoz teshigi kattaroq bo'lib ochilib turibdi. Bu muskullar ko'ndalang targ'il muskul, o'shaning uchun bizni xohishimizga bo'ysunadi. Biz xohlasak bu tolalarini, xohlasak bu tolalarni qisqartirish natijasida ovozimizni tembrlarini, ovozimizni baland-pastliklarini o'zgartira olamiz. Hozir sizlarga yana bitta rasmni umumiy qilib ko'rsatsam, mana bu yerda ovoz teshigini 3 ta holati ko'rsatilgan. Birinchi mana oddiy gapirib turgandagi holati yoki hofizlarni ashula aytayotgandagi holatlari bunday bo'ladi. Ikkinchi holatda endi bu juda pichirlashib sekin gaplashayotgandagi holati, ovoz teshigini. Endi gapirmasak, ashula aytilmasa, ovoz chiqarilmasa, faqat havoni o'tkazish uchun mana bunaqa uchburchak shaklida bo'ladi. Uchburchak shaklni asosi oldinga qaragan bo'ladi. Endi shu nihoyasida ovozni paydo bo'lishida, bugungi asosiy mavzularimiz ovozni paydo bo'lishi edi. Qaysi apparatlarda ovozni paydo bo'lishini ko'rib oldik. Rasmlarda ko'rib oldik va hatto o'zimiz yasab qilishga ham harakat qilib ko'rdik. Xo'p,
Endi shu ovoz paydo bo'lishida qaysi a'zolar ishtirok etishini bir o'ylab ko'raylik. Sizlarga ma'lum, biz burun bo'shlig'ini o'tganimizda aytuvdik, burunning vazifalaridan bittasi ovoz paydo bo'lishi, ovozni o'tishi deb aytganmiz. Burunning atrofida bir nechta sinuslarni aytgan edik. Xususan Gaymar sinusi, yuqorgi suyagini tanasidagi, peshona sinusi, peshona suyagini tanasidagi, keyin g'alvirsimon suyakning yacheykalari, Yevstaxiyev nayi, eshituv nayi, tuba auditiva deganmiz. O'sha nay, o'rta quloq, baraban nog'ora bo'shlig'iga boradigan aylar. Mana shular ham ovozni paydo bo'lishida va ovozni bu yoqqa chiqishida rezonator bo'lib xizmat qiladi. Bundan tashqari mana til va lablar ham har xil harflarni aytishda ishtirok etishadi. Mana shuncha a'zolar birligida biz tovush paydo qilamiz va bu tovush to'lqinlanib borib eshituv a'zolariga yetib boradi va bizni tinglab turgan do'stlarimiz bizni eshitish qobiliyatiga ega bo'ladi. O't qismini sezgi a'zolarini o'tganimizda yog'ini batafsil tushuntiramiz. Hozirgacha shu ovoz boylamlari, ovoz apparatlari va hiqildoq haqidagi qisqacha ma'lumotimiz shulardan iborat.